Endi eng oxirisida mushu bizda nihoyatda ko'p takrorlanadigan yigit qizlarimiz nihoyatda ko'p takrorlaydigan kino televiziyada eng ko'p takrorlanadigan bir masala o'simi sevgi, muhabbat masalasi. Ham nurg'un qarindoshlarimiz men bu qizni yaxshi ko'rmay turib qanday to'y qilaman, qanday to'y qildi. Hatto qizlarimizmi, musulmon qizlarimizmi bu bir odamni yaxshi ko'rmay turib qanday to'y qildi. Oz-oz aralashib beqish kerak degan mandaq bir tushuncha bo'lib qolgan qarindoshlar. Endi bu haqda men jiq gap qilsam balkim bu mush odamning ko'z qarashida diniy odam bo'lganki mushunda deydi deb qilishi mumkin. Men sizlarga diniy nuqtadan emas, ijtimoiy fan nuqtasidan mush haqda olib berilgan bir statistikani oldingizga qo'ymoqchi. Material tarix jarayonida men aqtusam mandaq bir material qo'lga tushdi. Misrning Qohirada mushu muhabbatlashib to'y qilganlar bilan muhabbatlashmay an'anaviy to'y qilganlarning ajrishish nisbatini bir statistik olib bo'lgan. Bu statistik natijasi bunday bo'lgan. Muhabbatlashib to'y qilganlarning ajrishish nisbati 87%. An'anaviy to'y qilganlarning uy tutib ketish masalasi 77% bo'lgan qarindoshlar. Bu Qohirada olib berilgan statistika. Suriyaning Damashqdan bir statistika olib berilgan. Bir ijtimoiy fan tashkiloti bir statistika olib bergan. Buningda texmechinishlik muhabbatlashib to'y qilganlarning ajrishish nisbati 93%. An'anaviy to'y qilganlarning uy tutib qilish nisbati 90%. O'ylab baqiling qardoshlar. Nima degan zo'r farq? Ya'ni muhabbatlashib to'y qilganlarning 10 oila olsa 9 buzildi degan gap. Nima uchun qarindoshlarimiz? Aldı bilan hammamiz bilamiz, to'y qilishdan burun muhabbatlashish Allohning shariatiga xilof. Alloh subhanahu va taolo bizni baxtli bo'lsin deb yaratgan Alloh qanday qilsak baxtli oila qurishimizni biladi. Shu baxtli oilada qizimiz o'zini eng kuchlardan saqlab, o'g'illarni haqdan qizlarni ahmoq qilmay, to'y qilib bu shariat bo'yicha tunishib to'y qilsa baxtli oila bo'lishini bilgan Alloh bizga unda qilmanglar degan, uni saqlashni olgan. Ikkinchisi hammamiz bilamiz, bu muhabbat degan bir odamning havisiga, hissiyotiga aloqador bir ish. Odamning hissiyoti o'zgarib turadi, yuragi o'zgarib turadi. 5 yil burun bir xil kiyimlar moda bo'lib shuni yaxshi ko'rib kelgan. 5 yildan keyin uni kiymay sulab qoldik. 2 yil burun bir xil qizlarga bir xil kiyim moda edi. Shuni qizlar yaxshi ko'rgan. Hozir yaxshi ko'ramdi qarindoshlar. Chunki yaxshi ko'rdim degan gap bu muhabbat yaxshi ko'rgan qiz yigitning ko'zi ko'r, quliq anglamas, tili yaqama sulab qoldi. Hey, mening axloqi qanday ekan, mening oila kelib chiqishi, mening diyonati, mening safosi desa, voy unda degan bilan mandaq, unda degan mandaq deb bu ko'maydi. Qizmi ko'maydi, yigitmi ko'maydi. O'shan muhabbat deb uy ko'rib, to'y qilib bir uy kirgan ekan, keyin masbaqdek chugilib chiqqan ekan, ajr shu. Aldı bilan Allohning qonuniga bo'ysunmagan ekan, bu oilada Alloh haqiqiy muhabbatni qilmaydi. Bu oilada barakat bo'lmaydi. Shuning bilan bu oila buzildi. Ikkinchisidan mana bu biz degan o'lchamlarga diqqat qilmay, faqat shu muhabbat so'ydim, ko'ydim deb boshlasa, hech narsani ko'rmay, hech narsaga diqqat qilmay to'y qilsa, oila vayron bo'ladi qarindoshlarimiz. Yana kelib qiz yigit muhabbatlashish jarayonida birinchisi Allohning shariatiga xilof qildi. Ikkinchisi o'zining go'zal yerlarini ko'z chiqarishdi. Çünkü muhabbet jarayonida ikki yil taraf shunday qildi. O'g'illar saxiy, mard, nochi, shunda qizlar kuyindigan, hurmatlaydigan bo'lib ketdi. Qizlar nozin, go'zal, pok noiti, zot ashlini yaxshi ko'rib qolganligining ikkinchi qatim bir yigitlar yaxshi ko'rib qolsa seni shu gap, 3 yigitlar yaxshi ko'rib qolganligini deydi. Uchinchi qatim muhabbatda seni ash yigitlar hammadan bak yaxshi ko'rgan deydi. Shuna to'y qilmay turib nurg'un tajribalarni oladi. Shun hatto ba'zi qizlarimiz ipitini yo'qotadi. Necha odam bilan tumshiq yolishadi. Shun to'y qilib qolgandan keyin selish turishga boshlaydi. Hammamiz biz muhabbat bilan real turmush, osmon zamin farqi va boshqa narsa, oila qurib bir uy kirish boshqa narsa, muhabbatlashish degan bu atalmış yalğancılık başka narsa qarindoshlar. Endi uni qo'yib, buni qo'yib biz Alloh subhanahu va taolaning Qur'oni bilan hukm qilaylik. Qur'on nima deydi mush to'g'riliq qarindoshlar? Alloh subhanahu va taolo deydi:
Ve min ayatihi en halaka min enfusikum azwajan liteskunu ilayha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme deydi. Allah'ın kudret kamalını körüsüp turduğan paketlerden biri Allah sizlerinin üzerlerinin vücudunlardan ayallarını yaratıp edi. Yani ayallar siz erlerinin bir parçası. Nima uchun sen liteskunu ilayha sizlar xotirjamlikni bir xil jimjitlikni bir xil rohatni shu ayolning yanida tepishinglar uchun sizlarga ayollarni yaratib berdi. Va ja'ala va qildi sizlarning oranglarda, ya'ni er ayolning oralig'ida Alloh muhabbat so'yguni qildi deydi qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala to'y qilgandan keyin chuqum muhabbat bilan so'ygini qildiganligini deb aytadimi? Hey, biz mu'min, musulmon, ummat islom bo'lgan ekan Allohning gapiga ishoninglar qarindoshlar. To'y qilsang, sen o'zingni pokiz saqlab, shariat xiloflik qilmay, to'y qilsang Alloh to'y qilgandan keyin chuqum muhabbatni qildi deydi. Nurg'on qiz-yigitlarimiz bor. Mosh kino, e'lon, tashviqotning ta'siri zarrinib, bu qonda o'rilish bo'lmay, muhabbatlashmay bo'lmay to'y qildi deydi. Ey, mau saxtbazlik, yolg'onchilik canım qarindoshlarimiz, uyg'onaylik, qalbimizni silib o'taylik. Hey, bizning ata-onamizga an'anaviy to'ygan bo'g'larimiz qarab boqaylik. Ajrishish nisbati 15% dan oshmaydi ekan. An'anaviy bizning ajdodlarimizda hatto burunqi mushu 80-yillarda, 70-yillarda chiqqan gazetda bir davlatningda shunday yozibdi. Hozir davlatningki mushu oilishi xatarda. Chunki ajrish nisbati 15% yetib ketdi deb, ajrish nisbati 15% yetgan davlatning gazetida bu shunday aytib xatarlik ekanligini yozgan. Hozir 93%, 87% degan statistikalar chiqadi qarindoshlar. Osh ota-onalarimiz, an'anaviy to'y qilgan ota-onamiz shunda baxtli oilani qurib bizni cho'ng qildi. Osh an'anaviy to'y qilib bizdek so'rishib, siz bizdek so'rishib shumay, an'anaviy islomcha to'y qilgan oilalar, bo'g'larimiz shunda baxtli to'y qildi. O oilada erlarning haybati bor, ayollarning izzati bor oila tug'ishlar. Biz mana g'arbga qarab boqaylik, atalmish muhabbat, so'ygu degan kinolarni ishlab, beşimizni, kallimizni gaz qilib atgan, saran qilib atgan shu kinoni ishlagan davlatlar qarab boqaylik, oilalar vayron emasmi? Ularda hatto oil degan narsa qolmadi hozir qarindoshlarimiz. Hammamiz bilamiz. Bir uy kirib yashash va xotin dojlik degan yo'q, nikoh yo'q, bola tug'ish, farzand oila qurish yo'q. Davlatlar qirib ketdi. Shu Yevropada bekor tomay xalqlarni nupusga oladi. Nima uchun nupusga oldi? Nupusning kimligini oldi. Bo'lmasa bekor olib odamlarga pul urib, jon binasirib baqamda qarindoshlar. Demak, biz Qur'oni Karimning gapini anglaylik, Allohning gapini anglaylik. Mastastika ma ilm, ijtimoiy fan nima deydi? Buni anglaylik qarindoshlar. O'zimizni halokat o'ylab boqaylik. Bir qiz deganning bir olmosga o'xshaydi. Bir guharga o'xshaydi. Xohlagancha uning bilan, xohlagancha muhabbat ishlab o'zimiz qilamiz. U birisi bilan o'tmaydi. O'ttir maktabda birisi bilan, oliy maktab chiqqanda birisi bilan, nechisi bilan mushunda tajribalarni qilib, oxirisi birisi tegib o'ltagan. O ağan adam şuna bunun tarixini surishtirsa er degandan keyin ayolning pokiz bo'lishini, o'ziga bilan taalluq, xos, iffatlik, nomuschan bo'lishini orzu qiladi. Uning bundan tajribasini o'tkazib kelgan ayolni kim oladi qarindoshlar? Ağandan ichida bir xil bu ayolga ishonchi bo'lmaydi. Chunki uning nimalari bor. Bu o'tgan, ya'ni tarjima holi yaxshi emas. Shuning uchun mana ajrashishni men demadim, ilm fan bilan statistikani ijtimoiy fanning natijasi mushundaq chiqadi qarindoshlarimiz. Men sizlarga bo'lgan bir voqelikni deb beray. Masalan, bir qiz bilan bir yigit musulmon islomning ro'yiga asosan boshqalarning tunishtirish bilan tunishib, undan keyin o'zaro bir ikki qatam uchrashib, cho'nglar kelishib bu qizga choy akirdi. Choy akirib, choyni ichirib yana bir haftadan keyin to'y qilamiz deb tayyor bo'lgan chog'da bu o'g'ilningki bir sirt boshqa davlatga safar qildi chiqib qolib, o'shani hammaylar buni uzatqili chiqdi. Uzatqili chiqib, uzatgan chog'da bu qiz mangan chog'da bu yigit aeroplan mangan chog'da qiz yig'lab eqib ketibdi. O'ylab boqinglar qarindoshlar. Burun muhabbatlashmadi, burun uyabiyada so'rishmadi. Faqat choy ishtirib to'y qildiga va'dlashdi. Shu chaqidlam Alloh subhanahu va taolo bu qizning qalbiga yigitning muhabbatini sep bo'ldi. Mana bu pok halol bo'lgan ish mana mushunda bo'ldi qarindoshlar.